Xo'jaybokni ustidan yenib kelyapmiz. 3 kilometrlar tepalikdan yenib kelyapmiz mashinada. Kalotkalar ham qizib ketdi. Bu yerda biladiganlar bormi? Yurganlar. Mana bu bola ham maktabdan qaytib kelyapti mana. Mana Xo'jaybok ziyoratgohga yetib keldik, yenib tepadan tog'dan yenib kelyapmiz. Ziyoratgohda ustidan yenib kelar ekan yo'l. Bu yo'llar ham yaxshi bo'lib qoldi. 3-4 yil oldin bu yerlarga yo'l yo'q edi mana. Yenib keldik. Darani ichiga mana Xo'jaybok ziyoratgohi. Mana bu yerlar daryo mana kanatlar qilindi mana bu yerlarda ham yangiliklar yaxshi bo'lib qoldi. Traksiyonlar mana daryo. To'rt yil 5 yil oldin bu yerlarga qatnov bo'lmagan. Kelganlar biladi bu yerlarda mana daryolardan texnika o'tolmay holatda mana qarang, juda bir ajoyib bir katta ko'prik qurildi mana bu yerga. Mana ko'priklar. Yo'llarni qarang. Mana ko'prik. Ziyoratga keluvchilar bemalol qiynalmay kelsa bo'ladi. Yo'l juda zo'r. Yangi asfalt qilindi, hamma taraf yo'llar. Sangardakni yo'liday bo'lgan yo'llar bu yerda. Buna bu ko'rishga davom etaveringizlar. Boshqa joylarda ham yoritib borishga harakat qilamiz. Obuna bo'lib qo'yinglar.